Avvalgi videolarda ko'rsatganimdek, birinchi bo'lim tugmalar va buragichlar bilan jihozlangan. Tugmalarning vazifasi agar yorug' bo'lib yonib tursa, effekt yoqilgan bo'ladi, agar o'chiq bo'lsa, u ishlamaydi. Qaysi kanal bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, avvalo select tugmasini bosasiz, shundan keyin kanallar liniyasi siz tanlagan kanal uchun ishlay boshlaydi. Masalan, kompressor o'chiq bo'lsa, uni buragich ham ishlamaydi. Equalizer ham xuddi shunaqa. Kanallar bo'limida gain mavjud, 48 volt mavjud, low cut, ya'ni siz bilgan 80 Hz, gate, keraksiz shovqinlarni o'chirish uchun, kompressor, ovozni normal holatga keltirish uchun, equalizer mavjud, bass sends yoki main bass mavjud, ya'ni kanalga monitor yoki effekt berish yoki kanalni asosiy kolonkaga yuborish. Har bir bo'limda wave degan kichik knopka bor. Bu knopkani bosish bilan siz displeyda shu qismning batafsil nastroykalarini ko'rishingiz mumkin.